Profilaktika inspektorini to'xtatish haqqi yo'q aka. Bor aka. Blokpostda xizmat vazifam o'tayapmanmi? Meni hamma narsa yo'q, siz nimaga jelis ko'tarib bo'lgansiz bo'lmasa? Inspektormisiz? Nima haqqingiz bor? Bu menga qarang, sizga tegishli narsa emas-ku bu. Kimga tegishli narsa bu? Bu gaylarga tegishli bu. Nima deyotganingizni o'zingiz bilasizmi? Bilaman, siz bilasizmi o'zingiz? Men bilaman, mana videoga syomka qilib o'tiribman hammasini. Siz guvohnomangizni ko'rsating menga. Guvohnomamni ko'rsataman. Ko'rsating. Fuqarolik pasportingizni ko'rsating. Pasportimni ko'rsataman men sizga, fuqarolik pasportimni. Guvohnomangizni bitta ko'ray. Mana, kapitan Ataqulov Yusuf Sheraliyevich. To'xtang, men surogini ko'rmadim buni. Muddatini ko'rmadim. Muddatini keyin ko'rib olasiz. Chetga oling mashinani. Yo'q, mashinani chekkaga olmayman aka men. Aka, mashinani chetga oling. Sizda birinchidan haqqingiz yo'q aka sizda. Tushundingizmi? Meni Mashinamda yo'q, vakolatingizda o'sha vakolatingizni menga ko'rsatib bering. Qanaqa vakolat ekan u? Chetga oling, keyin yo'q, chekkaga olmayman. Men shu yerda turaman men aka mana. Ko'rsatib beraman. Ana shu yerda turaman. Yo'q, olmayman aka mashinamni. Sizni birinchidan haqqingiz yo'q aka men mashinamni to'xtatishga. Tushundingizmi? Bilasizmi? Ko'rsating bo'lmasa. Menga o'sha tegishli hujjatni ko'rsating. Qanday tegishli hujjat kerak? O'sha vakolatim bor deyapsiz. Qanaqa vakolatingiz bor sizda? Chetga oling, e'tirozingiz bo'lsa bemalol. Yo'q, e'tirozim umuman e'tirozim bor meni. To'xtang, meni mashinamni siz birinchidan. Qoching. Keling. Eshikni yoping, nimaga eshigimni ochdingiz? Keling, hurmatim. Eshigimni qochib turing. Bajarasizmi? Ichki ishlar organi qonun talabini bajaraman. To'xtang, maylim oldin eshigimni yopib olay, to'xtang. Eshigimni yopib olay. Qoching. Qoching, men eshigimni yopib olay. Sizda haqqingiz yo'q meni. Siz menga qarang, inspektor. Ichki ishlar xodimisiz siz? Menga qarang. Ichki ishlar xodimiman, lekin siz qonun men deqqanoboddanman aka. Qoching eshigim. Menga qarang, Yakkaboqqa boryapman. Menga qarang, qoching, sizda haqqingiz yo'q mana bu eshigimni mana bunaqa ochishga, kuch ishlatishga sizda haqqingiz yo'q. O'tgan safarga menga qarang, 9-kundagi qo'lingizni oling, menga qarang. O'tgan safarga ichki ishlar xodimlari, menga qarang. Nimaga kuch ishlatyapsizlar? O'tgan safar nimaga? Mashinamda sindiryapsizlar, Sindirsam javob beraman. Sindiryapsizlar, Sindirsam javob beraman. Sindirsam javob beraman. Ichki ishlar xodimlari odam o'ldirdi. Sizlar nima unday qilyapsizlar?